Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshi masala. Bugun 2022-yil 9-oyning 19-kuni payshanba. Oldi bilan men iqtisod haqida to'xtalgandan keyin tunji qatim nashr qilingan kitobim pul muomala bozoriga mablag' solish haqida to'xtalman. Avval iqtisoddan kelaylik. Dunyoning iqtisodi 2020-yilning boshlarida dunyoga taralgan COVID-19 degan bu vabanın ta'siridan hala qutulgani yo'q. Mana buning ta'sirida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy masalalar intayin gavdilik bo'lib, nacharlashib qarab yuzlanmoqda. Ya'ni iqtisod davomli cho'kmoqda, yaxshilanish yo'q. Bir qism davlatlarda tizginlangandek qilinyotidi. Ammo buning ta'siri, ya'ni bu asrda bir qatim yuz beradigan vabaningki, ommaviy sog'lomlik krizininki ijtimoiy krizis va iqtisodiy krizisga aylanib ketishiningki ehtimolimi yo'q degil bo'lmaydigan turadi hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda. Uningdan sirt yana mana mushu vabaning ta'siridan paydo bo'lgan ta'minlash zanjiridagi uzukchilik ham dunyo iqtisodining 40%, ya'ni milliy daromadning, yillik milliy daromadning 40%ni ishlab chiqaradigan yoki paydo qilgan ikki davlat o'rtasidagi Amerika bilan Xitoydan iborat ikki davlat o'rtasidagi 2017-yildan boshlangan 2018-yili avjiga chiqishga boshlagan savdo urushi, texnologiya urushi, ideologiya jihatdagi surkilish qatorliq mana shundaq surkilishlar ham undan sirt yana shu ta'minlash zanjiridagi yana vabaning ta'siri tufaylidan kelib chiqqan ta'minlash zanjiridagi uzukchilik bu yilning oxirida, 2-oyning oxirida, bu yil 2-oyning oxirida Ukrainada, ya'ni Yevropada yuz bergan Rossiyaninki Putin armiyasiningki Ukrainaga hujum qilishi bilan boshlangan bu urush qatorliqlarning ta'siridan vabaning ta'siridan barliq kelgan o'sha iqtisodiy cho'kish va pul paxalligi, chunki davlatlar nurg'un pullarni taqatdi, ya'ni asosli taqatdi aholiga va har qaysi iqtisodiy gaplarga taqatdi yordam sifatida. Masalan, Amerika 2020-yildan buyon hozir qadar 6 trillion dollardan ortiq, ya'ni 1 yillik milliy daromadning 25%ni har xil shaklda yordam sifatida taqatdi degan gap. Mana shundaqlar tufaylidan pul paxalligi, ya'ni moddiy ashyolarning qisib bo'lishi qatorliq sabab bor. Ya'ni ta'minlash jihatdagi uzukchilik ham talab jihatdagi kuchlilik ham kishilarning qo'lidagi hukumat taqatgan pullarningki bo'lishi tufaylidan bu pul paxalligininki Amerikaning o'zini ilib aytsak 40 yildan buyongi eng bir yuqori bo'lgan ahvolini, ya'ni 8.13% bo'ldi. Bu yil 8-oydagi statistikadan qaragan vaqtda pul paxalligi bu yil Amerikada oshnoq bo'ldi. Ya'ni o'tgan yildagi qaragan vaqtda 8.13% oshdi. Bu 40 yildan buyongi eng nachar ahvol pul paxalligi jihatdagi. Undan boshqa davlatlarda, masalan, Turkiya deymiz, Argentina deymiz, mana boshqa davlatlarda bu ahvol gavdilik. Bu urushning ta'siridan bu pul paxalligidagi yomonlish qarab ma'gan ahvolni texmi ig'irlashtiryapti. Ya'ni qandaq deganda, energiyaning bahasi, ochliqning bahasi va neft kimyoga munosabatli nurg'un mahsulotlarningki qisib bo'lishi degandek mana shundaq ahvollar butun dunyo miqyosida iqtisodning cho'kishini keltirib chiqadi. Demak, hozirgi iqtisodning mush ahvolga tushib qolishini mush sabablarga, mush cho'ng sabablarga yig'inchoqlashga bo'ladi. Ammo ayrim davlatlarda ahvol yana o'zgacha. Masalan, Amerikani olib olsak, Amerikaning iqtisodi bu yil, ya'ni 2021-yili oldingi yilga qaragan vaqtda 5.19%lik surat bilan oshgan. Ya'ni intayin 20-30 yildan buyongi eng tez suratda oshgan yil bo'lib, bu yilning o'zida dastlabki birinchi faslda Amerikaning iqtisodi 1.16% taraygan, chekingan. Bu yil ikkinchi mavsumda, ikkinchi faslda, ya'ni 3-oy, 4-oy bilan 6-oyning oralig'ida, ya'ni 0.6% chekilgan, ya'ni taraygan. Bu deganlik milliy daromad, ya'ni milliy daromad deganimiz shu davlatning ichidagi ishlab chiqarilgan, shu mazgilda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning va ta'minlangan mulozimatlarningki qimmatiningki yig'inchoqlanishi. Mana shu bularniki buni hisoblashning ikki xil usuli bor. Birisi kirim nuqtasidan chiqib turib hisoblaydigan gap, ya'ni xizmatchilarning olgan maashi, shirkatlarning olgan foydasi
deganga o'xshash. Yana bir tarafdan istimal nuqtasidan chiqib o'ylaydigan gap. Ya'ni aholilarning istimoli, hukumatning istimoli, tashqi dunyoning istimoli, shirkat, korxonalarning istimoli deganga o'xshash. Demak, bu yerda istimal nihoyatda muhim. Ya'ni ma'lum narsaga bo'lgan talab bo'lsa, pul xarjlansa, u yana bir xil talablarni ilgari surdi degan gap. Masalan, men restoranga chiqib tamoq yesam, nurg'un odam restoranga chiqib tamoq yesa, oshxonaning egasining qo'liga pul kirsa, u yana nurg'un xom ashyo setib oladi. Shundaqmi? Ya'ni go'sht setib oladi, ko'ktat setib oladi, har xil narsalarni setib oladi. Yoki bo'lmasa pul topgan sira oshxonasini kengaytimi deydi, o'sha qurilish ishchilariga xizmat fursati chiqadi, mulozimatchi oladi deganga o'xshash. Endi qurilish ishchilari, mulozimatchilarning yanchiga pul kirgandan nima ish qildi? Ular o pulni yana xarjlaydi boshqa o'zlarining ehtiyojlariga. Demak, istimal shu iqtisodningki, ya'ni kishilardagi setilish kuchining bo'lishi, ya'ni istimalning bo'lishi, bu ehtiyoj bilan talab ikkiga biz iqtisodda ayiramiz. Chunki ehtiyoj deganimiz odamlarning umumyuzlik moddiy ashyolarga, mulozimatlarga bo'lgan bir xil ehtiyoji. Masalan, kiyim kiymasak bo'lmaydi, tomoq yemasak bo'lmaydi, bir uyda turmasak bo'lmaydi deb bu hammadanda bor o ehtiyojlar. Ya'ni birlamchi ehtiyoj. Ammo shuni qondiradigan iqtisodiy kuch bo'lgan vaqtda ondan bu ehtiyoj talabga aylandi. Ya'ni setilish kuchining bo'lishi ehtiyojga qo'shilib, setilish kuchining bo'lishi bu iqtisodda talabni shakllantirdi. Demak, bu shu talabning bo'lishi nihoyatda muhim. Endi bu Amerika iqtisodining ikkinchi faslida chekinishini asosligi nimalardan ko'rish mumkin desa, ama shu uy mulk sohasidagi silingan mablag'ningki azayishi bu bir sabab bo'lib ko'rsatilgan. Sabab nima? Sabab bu yilning o'zida Amerika Markaziy bankasi o'simni 5 qatim o'stirib oldi. Ya'ni o'ttir hisob bilan jug'lanma o'sim nisbati 3% ga yetdi degan gap. Har qatimda dastlab 0.25, keyin 0.75 ashuna qilib 5 qatimda hozir 3% o'stirib oldi. Shunga 7 oy burun 30 yillik o'yilish uchun bankdan oladigan qarz mortgage deb qo'yamiz. Buning o'sim nisbati, mortgage nisbati 3% dan to'van bo'lgan bo'lsa, 7 oydan keyin bu hozir 7% ga yaqinlab qoldi degan gap. Amerika Markaziy bankasininki boshlig'i Jeremy Powell'ninki aytishicha, bu yilning oxirigacha, ya'ni 12-oygacha Amerikaning o'simini, Amerika pulininki, ya'ni o'sim nisbatini Federal Funds Rate deydi buni. Ya'ni banklarning markaziy banklar, ya'ni Amerikada markaziy bankka 13 rayonda va masalan, Yangi Angliya rayonida, New Yorkda degan o'xshash. Markaziy banklarda har qaysi savdo banklarining bir zapas saqlangan puli bo'ladi. Reserve ratio deydi. Zapas nisbati bo'yicha talab qilingan ma'lum ularning bir puli bo'ladi. Ammo bu banklar o'zininki g'azinasidagi pullarni qarz berib o'tib qolgan vaqtda ularga qarz bergan, ularga amonat qo'ygan odamlar shirkatda pulimizni olamiz, pul bo'lmay qolgan vaqt qanday qildi? Bular boshqa banklardan qarz olib turdi. Mana shu Federal Funds Rate deganimiz shu. Banklarning o'zaro bir-biriga 24 soatlik o'sim uchun, qarz uchun oladigan o'simi. Bu o'sim, yani Federal Funds Rate'ning o'sishi savdo banklarininki boshqa iste'molchilarga, ya'ni aholilarga, shirkatlarga, korxonalarga beradigan qarzini texmi o'stirib turdi degan gap. Chunki uning muayyan tannarx qo'shiladi. Shunga 3% bo'lmaydi. Shunga hozirgidek uy olamiz desa bu 7% ga chiqadi. Chunki savdo banklari qarz berish orqali iste'molchilarga, qarz olganlarga qarz berish orqali pul topadigan organ. Ba'zilari mablag'chilik shirkatlari boshqalarning pulini pul muomala bozoriga mablag' qilib silib pul topadigan pul muomala organlari. Shunga bu yerdagi masala bu pul paxalligininki ish tufaylidan o'simni o'stirayotgan gap. O'simning bu o'sim texi yetarli bo'lmadi, o'simning o'sishi deyotdi, ammo Markaziy bankning boshlig'i yana oldimizda bir necha 2 qatim o'sim o'stirishimiz mumkin deydi. Unda bo'lsa, bu qancha %ga yetishi mumkin bularning o'simi? Yana ko'p ehtimollikda bu 4.5% ga chiqishi mumkin. Unda bo'lsa bu iste'molchilarning qarz oldigan iste'molchilarning qo'liga kelgan vaqtda bu qarz balkim 9%larga chiqib qolishi mumkin.
83 yılları Amerika'nın iqtisadida aşındaq ösüm nisbati nəhayət yuqori olub ketib. Yəni öy alımız desa, 13%lik qəzilən haqlı ösüm aşı qəzilibmi öy alğan bir ahval olgan. Keyin şu vaqtlarda iqtisad kasatlaşqa çekinishga başlagan. Bu qitim ahvol shundaq bo'lish mumkinmi desa, ba'zilar mumkin deb qaraydi. Chunki Amerikaning iqtisodi 2 mavsum birinchi faslda, ikkinchi faslda, birinchi faslda 1.16%, ikkinchi faslda 0.16% taraydi. Bu iqtisodiy dars kitoblardagi, ya'ni iqtisod ilmininki dars kitoblaridagi iqtisodiy chekinish, ya'ni recession deganning formulasi shudir. Agar iqtisod 2 mavsum chekinsa, buni recession deymiz deb. Ammo uning yana boshqa ko'rsatkichlari bor. Ya'ni boshqa o'lchamlari bor iqtisodning chekinishini. Unda bo'lsa, iqtisod chekingan vaqtda kishilarningki ishsizlarning nisbati ortishi kerakdi, kirim ishsiz bo'lgandan keyin kirim bo'lmaydi, kirimi tuvallish kerakdi degandagidek. Bu ahvol shundaqmi? Bu ahvol undaq emas. Bu ahvol undaq emas. Ya'ni bu nima desa, Amerikaningki aholining kirimi o'sha mazgillarda 0.1% oshgan gap, ishsizlik nisbati eng to'van 3.7% bo'lgan gap, ya'ni chom taxtga chiqishning oldidagi ahvolga yaqinlashgan gap, ya'ni ishsizlik nisbati tabiiy ishsizlik nisbatiga yaqinlashgan gap. Bu jihatdagi ahvol yaxshi. Shunga bu Amerikaning iqtisodida ki bu ahvolni bir xil zukam deyish kerakmi, ma'lum mazgildan saqlaydigan yoki buni o'pkiyonligi yoki o'pkiyonligi deyish kerakmi degan masalada iqtisodshunoslar har xil qarashlarni qarab o'tadi. Ham hozirning o'zi turib kelgusiga faraz qilyotdi. Ba'zilar deydi 2023 yilgacha Amerikaning iqtisodi nacharlashib ketadi deb aytganlar bor. Undaq bo'lmaydi. Iqtisodiy ko'rsatkich qarab bax deb aytganlar bor. Ammo mayli qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, agar o'sim nisbatini yana shunday o'stirib mang'dig'imiz ish qitim o'stasa, bu 4 Federal Funds Rate 4.15% ga chiqsa, iste'molchilarning qo'liga buni pul qarzish uchun olgan o'simning nisbati 9% larga yetsa, u chaqda biz buning iqtisodga ko'rsatgan ta'sirini his qilamiz. Ya'ni pul paxolligi tizgilindi. Chunki bularning maqsadi, Jeremy Powellning maqsadi pul paxolligini 2% ga odatda qabul qilib aşı xil pul, ya'ni pul yilga har bir dollar o'zining qiymatini 2 sentdan yo'qotib mangsa, uni qabul qilib bo'ladi deb qabul qilib bo'ladi. Ammo 8-9%, 8-9 sent yo'qotsa, buni qabul qilib bo'lmaydi deydi. Albatta, pul paxolligining yuz berishi nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni muqim kirimga tayin yashaydigan odamlarga, pensiya puliga tayin yashaydigan, ijtimoiy sug'urtaga tayin yashaydigan, yangidan kirim, yoki hozirgi bahoda maosh olmaydigan, kirim paydo qilmaydigan odamlarga, ham boyliqni naqd pul shaklida saqlagan odamlarga bularga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni boyliqningki tangsiz bo'linishini keltirib chiqaradigan ishni ahvol bo'ldi. Chunki kishilarning pul yig'ishdan, boyliq yig'ishdan maqsadi o'ziga setvilish kuchininki turaqliqni saqlash emasmi? Unda bo'lsa nima ish qilamiz? Biz pul yig'ib, uni qilib, buni qilib. Bugungi yiqqan pulimiz bizning kelgusidagi ehtiyojimiz, kelgusidagi muhtojliklardan qutulishimizga yordam bo'lish uchun pul yig'amiz. Agar u biz yiqqan narsa uning qiymati yo'q deyversa, atki öpküdün bugünkü hesip yaxşı deb bugünni hajlapla o'tasa qildi, ya'ni bugunni poldron ats qarab o'ltirib para o'tasa qildi, shundami? Ammo davlatlarningki, ya'ni Markaziy bankning makrolik siyosati mushu ikkisi o'tirisidagi munosabatni, ya'ni ishsizlik nisbati bilan pul paxollik o'tirisidagi munosabatni ma'lum bir muvozanatga qilish. Ya'ni pul paxolligini, ishsizlik nisbatini eng yuqori darajada to'valatish, bahoni turaqlashtirish. Bu maqsadga yetish uchun, ya'ni pul paxolligini tuvanlatish uchun, 2% ga tushirish uchun bular o'simni o'stiradigan turdi. Unda bo'lsa, bu o'sim o'ssa, nima bo'ldi? Keyingi yillarda, keyingi oylarda, keyingi 2023-yillari bu shirkatlarningki foydasini, shirkatlarningki tijoratini, shirkatlarningki mablag' silishini hammasini umumyuzlik cho'ktirib o'tdi. Bu chaqda bir turkum odamlarni shirkatlar ishdan bo'shatishga qarab yuzlandi. Shunga xizmatvorlar xizmatimizni saqlaydi, ya'ni aldığımızki fasllarda yılda şirketlerini adam qisqartishga, idora jamiyatlarini adam qisqartishga qisqartmaydi degil bo'lmaydi. Qisqartish ehtimolligi bag'an sari eshib mengyotadi. Xo'sh. Endi shunday sharoit aslida bu umumyuzlikmi shu pul muomala bozoriga ta'sir ko'rsatadi albatta. Ya'ni paycheklari şu her qitim o'sim istagan vaqtda diqqat qilsanglar, shu paycheklar cho'ng tushish bo'ladi. Chunki bu o'sim Amerikada shu Markaziy bank o'sim istagan vaqtda dollar indeksi deydi. Dollarning ko'rsatkichi oshadi, ya'ni dollarning qiymati oshadi.
Bütün dünyadaki soda mülazimatninki sodalarınki 40% Amerika dollari orqali mağdı. Bu Amerika dollarının küçüyüşü chet eldeki nurg'un mablag' Amerikanınki mahsulotlarga mablag' silishga undaydi. Va kishilar paychiki bozordan chiqib olib, zoim qo'llashadigan ahvol yuz beradi. Yoki bo'lmasa dollarga bo'lgan talab oshadi. Amerikaning dollari kuchli bo'lsa, Amerikaning iste'molchilariga nisbatan qisqa muddatda yaxshi. Yana bular qo'ldagi kuchli dollar bilan boshqa davlatlarga borsa, sayli-sayohat qilaydi yoki bir narsani yaxshi bahoda ola oladi. Ya'ni ular azan to'xtaydi. Ammo Amerikaning eksportiga nisbatan ta'sir, chunki Amerikaning mahsulotlarini ilish uchun, Amerikaning shirkatlarining mahsulotlarini ilish uchun tashqi dunyo o'zining pulini dollarga almashtirish kerak. Agar dollarda bu narsalarning bahosi, mahsulotlarning bahosi dollarda ifodalanganligi uchun o narsalar qimmat bo'lsa, ular jiq olgan yerga azaladi degan gap. Undan sirt. Yana bu dollar xuddi oltinga o'xshash reserve currency deymiz, ya'ni zapas pul deymiz. Yani oltinga o'xshash kishilar umumyuzlik buni mayli Amerikani o'ch ko'radigan, chupir ko'rgisi keladigan dushmanlardan tortib, Amerikani yaxshi ko'radiganlargacha hammasi, shaxslardan tortib davlatlargacha hammasi o'zining qo'lida muayyan Amerika dollarining bo'lishini umid qiladi yoki shuni setib olishga aldiraydi. Shunga dollarninki agar o'simni yana o'stiradigan ish bo'lsa, bu dollar ko'rsatkichi yana oshadi. Unda bo'lgan vaqtda butun dunyodagi pullarning Amerika dollariga nisbatan ular o'zining qiymatini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni buni bir lingal taqtaqa o'xshatsak, dollar oshgan vaqtda tushadi degan gap. Shunga hozir xalq pulimi tushyotdi, dollarga qarshi seçtiğin vaqtda pond sterlingmi shu, yevromi shu, hammasi shu. Ya'ni bu dollarning o'sishi qisqa muddatdan Amerikaga aholisiga yaxshi bo'lgan bilan buning shirkatlarga toza yaxshi emas. Nimishqa agar ularning mahsulotlari qimmat bo'lib ketadigan bo'lsa, uni kishilar jiq olmaydi-da. Olmaydi emas, zarurlarni oladi, ammo boshqa narsalarga nisbatan kishilar foyda chiqamdi, chiqmamdi deb tanlash xarakterli ish qildi demakchi. Ondan sırt yana şu energiyanın bahası deyimiz, yemekliklerinin bahası deyimiz, şu xalqaradaki çoğun soğudlarının hemmisi, köpüncisi şu dollar arqılıq elib verildi. Meyli o Amerikalıların soğudusu arlaşmışsın, ama onların bahası, şu tovarlarının bahası dollar arqılıq ibalınıdı. Ular şu nəslərini eliş üçün dollarını setilişqa məcbur. Anadan keyin Ondan keyin bu dollarninki bahasının o'sishi yana nurg'un xalqaro cho'ng baylarni yo mablag' sarfchilarni Amerikaga boshlab kirdi degan gap. Ammo jiroqdan uzun ilib aytgan vaqtda dollarning bak kuchayib ketishi Amerikaninki nemisiga, eksportiga ta'sir ko'rsatdi. Ondan sırt yana nurg'un davlatlar, taraqqiy qilayotgan davlatlar, ojiz davlatlar ba'zi xalqaro pul muomala tashkilotlaridan yoki ba'zi banklardan, ba'zi davlatlardan qarz olgan vaqtda bular dollarni asos qilib olganligi uchun, u masalan zaim taqatgan vaqtda dollarga sotgani uchun, endi uni to'lash vaqti, naqdlashtirish vaqti kelgan vaqtda uni dollarga to'lamoqchi bo'lsa, dollar qimmatlab ketganlikdan ular texmi bir moliya jihatda bir qiyinchilikqa duch keladi degan gap. Unda bo'lsa bu iqtisod haqida Mo'shinchilik so'zlay, endi men mavo necha vaqtdan deb kelgan pul muomalaga mablag' silish degan kitob haqida e'lonni berdi. Bu kitob nashrdan chiqdi, qo'lamga sog' salomat tagdi, buzilmay, yitilmay, yutib ketmay degandagidek. Bu kitob meningki chet elda yozgan iqtisodga oid tunji kitobim, nurg'un xatoliqlari va o'qimsanglim bo'ladi, ammo boyliqqa qiziqadigan, ilgirlaymi deydigan. Çünkü kitap adamni o'yga soladigan gap, fikr qildiradigan gap. Masalan, sizlar Napoleon Hill'ninki The Think and Grow degan kitobni o'qiganlar bo'lishinglar mumkin. Ya'ni o'yla va buya, tafakkur qil va buyuklikka intil degan kitobni o'qigan bo'lishinglar mumkin. Shu kitoblarni shundoq, ya'ni 1937-yil, bundan alayzal 90 yil burun yozilgan kitoblarni boy bo'laman deydigan kishilar qandaq ruhiy holatda, qandaq e'tiqodda, qandaq xislat va fazilatda bo'lish kerak degan, demak, büyük fikr qilish uchun biz davomli oziq ko'z tutishlik pay qilmaydi, o'qishimiz kerak, atrofdagi shaylarni kuzatishimiz kerak, fikr qilishimiz kerak, xulos qilishimiz kerak, shunga asosan tanlash ilib berishimiz kerak va o'zimizning harakatimizni ham tanishimiz kerak.
ya'ni harakat bo'lmagan vaqt ahvolasida gap quruq gap bo'ladi degan gap. Xo'sh. Endi mana shunday pul muomala bozorida bu yildan bu yana 2-oydan beri hozir qadar 7 oy vaqtning, 7-8 oy vaqtning ichida Amerikaning pul muomala bozori cho'kishini aytdi. Agar pantexnik paylarda 30% yo'q, boshqa paylarda 20% yo'q. Umuman 25% bilan 30% atrofida cho'kish bor. Shipirliq pul bozorida 75% cho'kish bor. Shunday sharoit ostida men demişki shu kitobni yozdim desa, bu kitob aslan men pul muomala bozori toza gullanayotgan vaqtda yozishga kirishganda to'liq o'zgartirish kirgizish natijasida endi bu ya'ni yo'riq chiqdi. Bu kitob vujudga keldi. Buningki bozordan boshlab tushuntirib, men andan keyin birinchi bo'limda asosan pul muomala bozori haqida to'xtaldim. Ya'ni har xil pul muomala mulklarini deb o'tgandan sirt bu pul muomala bozorlarining turlari, ya'ni paychiga bozori, ya'ni paychiga bozori deganimizda IPO degan gapni kishilar fiqsilarni bozorga sol degan gap, peyni bozorga sol degan gapni tushundigandan sirt, andan zaymlarning turlari, ularning uni ilishning foydasi va kaza degandek, andan keyin tashqi perevod bozori, ya'ni forex deb qo'ydi, foreign exchange market, pul muomala tashqi perevod bozori, andan pul bozori currency market, andan keyin commodity market, tovarlar bozori deganga o'xshash. Andan keyin derivatives market degan bozor bor. Derivatives ya'ni tug'indi bozor deydigan. Bu so'zni derivatives deb oldim, ya'ni tug'indi bozor deganda bu ham tushundim buni. Ham uyg'urchasini ham inglizchasini bildim. Undan keyin yana shu biz doim equity security degan gaplarni anglaymiz. Bular qanday gap? Pul muomala bozorlari, kapital bozorlari, paychiga bozorlari degan gapni anglaymiz. Hamma bir gapmi degandek gaplarning munosabati, ya'ni o'xshashligi va farqlarini tushundim. Andan oxirida shipirliq pullar haqida bir to'xtaldim. Ya'ni 2-bo'limda, ya'ni necha bab bu pulning nimaligidan gapni boshlab, shipirliq pul bilan pulningki farqlarini so'zlab, qanday o'xshamaydi. Andan betdangisi, ya'ni tunji shipirliq pul betdangisi sıfırlıq pul emas, şifirlik pul. Betdangisi, andan betdangisining maydon kelishining oxir ko'rinishini boshlab tushuntirib, andan keyin buning maydon kelishda halqliq rol o'ynagan texniklik kuch, blockchain texnikasi, zanjirsman bilak texnikasi haqida to'xtaldim. Andan keyin uchur davrdagi shifirlik pullarning turlari, andan keyin kishilarning nima shifirlik pul setib olganligi, shifirlik pullarning setib olganligi, andan keyin bu shifirlik pullar mablag' silishda qo'llanilgan usullar, shifirlik pullarning hamyoni degandek mazmunlar haqida to'xtaldim. Oxirida qo'shimcha qilib, shu mablag'chilikni hisoblash usullari, andan keyin pul muomala bozorini tahlil qilishda qo'llanilgan analiz usullari va ba'zi muhim nazariyalar haqida buningga oid hikmatli so'zlarni qo'shib berdim. Andan ba'zi muhim shu pul muomala bozoridagi gaplarningki iqtisodiy gaplarning mana inglizchasini, nemisini qanday ataydi, ama o uyg'urchada qanday ataydi, ma'nisi nima degandek bu shunday bir narsalarni tushuntirib mangdim. Masalan, net asset degan gap bor. Nimda o'qiymiz uyg'urchada net asset, ya'ni sap mulk ma'nisi. Pajiklarga tava sap mulk tushundirishi. Shunday option tanlash yoki option. Ba'zida tanlash deb oldim, ammo uni option deb oladi. Inglizchada option deydi. Option uni tutuqchiga kelgusida ma'lum bahoda ma'lum narsani setib olish yoki setish imtiyoziga ega qiladi degandek tushuntirishni berdim. Bu bir necha bat pul muomala bozoriga qiziqadigan odamlar inglizchani mushu orqali ba'zi pul muomala bozoridagi ingliz so'zlarni o'rganisizlar. Ya'ni leksikonlar, pul muomala sohasidagi leksikonlar uyg'urcha ham inglizcha oshidi degan gap. Ondan sirt ba'zi hikmatli so'zlar bor. Masalan, Warren Buffettning hikmatli so'zlari bor. Qandoq boy bo'lishni men senga aytib beray, boshqalar ochko'z bo'lib ketganda sen qo'rq, boshqalar qo'rqqanda sen ochko'z bo'l. Eng chong xatar hech qanday xatarga yuzlanmaslikdir deydi Melody Hobson. Bu orqali men sizlarni xatarga yuzlanma demoqchi emasman. Bu orqali shunday pul muomala sohasidagi gigantlar shunday gaplarni degan o'qib qo'yish kerak, anglash kerak. Ba'zida amal qilish kerak.
Mesela Shelby Callum Davis'ning bundaq gapi va eng ko'p pul topadigan bozor kasat bozor, ya'ni hozirgi bozorda. Ammo sen shu chaqda bu nuqtani to'nib ketmaysan. Nimishqa? Umumyuzlik odamlarning mood, kayfiyati yo'qoldi, cho'kidiga o'xshaydi deb qachon buning oxirgi nuqtasi chiqadi, eng tuvan nuqtaga yetadiganini bilmaganligi uchun haqli beparvo qaraydi, shundan bilan fursatni o'ttirib shunday bir sabab bilan paycheklar o'sib ketadi demoqchi. Masalan, urush shunda bir to'xtaydigan ish bo'lsa yoki vaba umumyuzlik tizlaganlar deb dunyo miqyosida e'lon qilingan ish bo'lsa, hamma paylari ko'tarilish bo'ldi yoki ishsizlik nisbati sal ish qarab mangan vaqtda Markaziy bankka o'sim nisbatini kessa, ya'ni paychek bozorida o'zgarish bo'ladi. Ammo Warren Buffettning yana bir shipirlik pul haqida aytgan bir gap bor. Shipirlik puldan yiroqdir. Asosan aytgan u bir shola. Umuman aytishga bo'ladiki, ya'ni asosan bir xil mutlaqlik bilan aytmanki, ularning oxiri yaxshi tushmaydi deydi. Shipirlik pullarga nisbatan Warren Buffettning gapi. Warren Buffett o'zi ish palanchiga ketgan, 80-90 ketgan odam, shipirlik pul yangi texnik asosida bo'layotdi. Mening cho'g'ancha bir yuzlanish, buning ekangi yuzlanish, olti kattaning hamsi mollaq chiqmandek, buning hamsi shipirlik pullar maddasidan sasanlar hamsi payda vermaydi. Masalan, mana shipirlik pullarning nechisi butunlay ziyon yo'qolib ketdi. Shunday bo'ladi hamda. Can vayada qaza payda vayada ziyon deb agar barmog'imizni qanchiqishdan qo'rqsak, ana asl badal o'tashni tavakkul qilishni bilmasak, shu kunimiz atam aytgan bayqi, anam aytgan bayqi holati bo'ldi. Xo'sh, endi buni men bu kitob meningda bor, bu kitobning nashr qilingan o'rni Istanbuldagi Uyg'ur taklamakan nashriyati iqtisod qiziqadigan yangi qiziqadigan kitobni aytib amobab tilda yozildi, adabiy til bilan yozishga murakkab nuqtalarni o'zimizningki amobab tilimizda, adabiy tilda shunday tushuntirishga tirishdim. Endi ba'zi gaplar texniklik, ayrim ba'zi formula hisoblashlar bor. O oddiy arifmetikalik hisoblashlar bak qiyin emas. Har holda ap qo'yganinglar yaxshi. Bo'lsa bu kitoblarni shu mening kanalimga abonent bo'lganlarga, qarindoshlarga birdan bahsam bo'ldi, lekin hayaliqi Uyg'urlarning bir gapi doim esimda bor. Aqmas mata aldab sata deb shunday bo'lib qolmasin. Ammo har narsaning qiymatini bilgan odamda cho'qim chiqadi. Muayyan bir badal to'lagan vaqtda ondan oningki qiymatini uni kishilar qadrlaydi. Shunlashqa kitob nashrdan chiqdi. Bu kitobning nashr qilinishida qo'llagan qarindoshlarga rahmat, so'rab turgan qarindoshlarga rahmat, bu nashriyatga rahmat, tahrirlarga ko'p rahmat. O kitobningki nuqsonlari ko'p, xatoliklari az to'la bo'lishi mumkin. Odam o'zining yuzligini o'zi ko'rmaydi, yo aynakka qaramasa, yo birisi deb bermasa. Men email adresimni qo'yib qo'ydim. Ko'pchilikning samimilik bilan fikr, aqli bilan maslahat berishni umid qilaman. Hammanglarga rahmat.